Iloji bo'lsa yoshlar erta kunda uylaninglar mana. Otalar, opoqlar mana o'tiribsizlar sizlarga. Nevaralarni, o'g'illarni sal ertaroq uylash kerak. 20 dan o'tdim bo'ldi, uylashni taraddisini qilish kerak. 25 ga kirib olgin, mashina olgin, o'zingni oyoqqa turib olgin. Nikohlangandan keyin ana bir Xudo baraka beradi, keyin mashina oladi, keyin oyoqqa turaveradi. 25-30 ga kirsa ham uylanmasdan yurgan kanalimiz bor, kelayotgan savollarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Xudo saqlasin. Iloji bo'lsa yoshlar erta kunda uylaninglar mana. Otalar, opoqlar mana o'tiribsizlar sizlarga. Nevaralarni, o'g'illarni sal ertaroq uylash kerak. 20 dan o'tdim bo'ldi, uylashni taraddisini qilish kerak. 25 ga kirib olgin, mashina olgin, o'zingni oyoqqa turib olgin. Nikohlangandan keyin ana bir Xudo baraka beradi, keyin mashina oladi, keyin oyoqqa turaveradi. 25-30 ga kirsa ham uylanmasdan yurgan kanalimiz bor, kelayotgan savollarni ko'rsangiz qo'rqib ketasiz. Xudo saqlasin.